Daydib ko'chada kelib bu yoqqa surkashingni qara. Bor yoqqa. Bor. Bir. Baxtimnur bolam, bu yoqqa kelgin. Ha, ona assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Sizmisiz? Yaxshisizmi? Baxtimnur bolam, mushuni bunaqa qiynab bo'lmaydi, bilasanmi shuni? Ona qo'ysangchi, boqmayli deyman. Necha marta aytdim boqmayli dedim. Shu tayda davda issiqat bo'lib keladi. Uylarni ham burga bosib ketishi mumkin. Qo'ysangchi, ona, kerak emas, teptishash kerak bu mushuk. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bir ayol mushukni azoblagani uchun jahannamga kiritilgan xabarni berganlar, bilasanmi shuni? Yo'q, Hattoki tahorating bo'lsa ham mushukka tegsang ham buzilmaydi, shuni bilasanmi? bu narsadan xabarim ham yo'q edi, ona. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hayvonni, bir mushukni azoblagani uchun bir ayol jahannamga kirganligini xabarni berdilar.